O'zbekiston milliy terma jamoasi amputantlari Osiyoda chempion bo'lishdi. Ular har bir raqiblarini yirik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Lekin eng achinarlisi shundaki, ular chempion bo'lishgandan keyin ularga hech narsa berilmadi. Shu bolalar O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilariga ko'tarishdi. Ularni butun dunyo telekanallarida ko'rsatishdi. Bizda O'zbekistonda kimdir olimpiadada chempion bo'lib kelsa, $200,000 beriladi. Bitta odam uchun $200,000. Men olimpiadada chempion bo'lib kelganlarni tanqid qilayotganim yo'q. Ana shu amputantlar jami 20 ta odam bo'lsa, o'sha $200,000 ni mana shu 20 ta odamga bo'lib beringlar, $10,000 dan bo'lar ekan har biriga. Agar O'zbekiston terma jamoasi Osiyoda chempion bo'lib kelsa, ularga mashina, uylar beriladi. Amputantlar chetda qolib ketmayaptimi ekan? Ular mashg'ulotlar o'tkazmayaptimi? Ularning trenirovkasi juda ham og'ir bo'ladi. Siz bitta oyoqda yurib ko'ring, yura olasizmi? Sport vaziri va olimpiya raisi amputantlar bilan uchrashib, ularni taqdirlashini kutib qolamiz. Bular chempionlarni munosib rag'batlantirish kerak. Ular bundan motivatsiya olib, kelgusida jahon chempioni bo'lishadi.